Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana bitta joyda ishimizni tugatdik. Bu tomoniga 3-4 kun oldin qo'yib berdik. Hozir endi bu tomonini ham qo'ydik. Oyoqda eshiklari, ichkarida eshik derazalarini ham oldin qo'yib berganmiz. Hozir buni podagonniylari ham qo'yildi. 15 lik podagonni bo'ldi, podvalga bitta eshik. Shu yer общий oldi tomoni 15 million so'm bo'ldi.